inson oilasini, bola chaqasini, ro'zg'orini yaxshi ko'rish kerak. Bizni xonadonimizdagi shu kelin, yonimizdagi juftimiz, ayolimiz va omonat akalar. Omonat. Bir ota 17 yil, 18 yil, 19 yil bir farzand katta qiladi. Yeri ko'kka ishonmaydi. Yomg'ir yog'sa o'zini to'sadi yomg'irdan bolasini. Farzandiga soyabon bo'ladi. Zahni ravo ko'rmaydi. Shundoq katta qilib bir xonadonga uzatsa-yu, u yerda uni bolasini, farzandini xor qilsa, xizmatkor o'rnida ko'rsa, mardikor o'rnida ko'rsa, bu qaysi otaga yoqadi? Bu ota bechora uni paypaslab katta qilgan. Onajonim degan, meni dunyodagi eng katta yutug'im, borlig'im shu qizim degan. Qizi borgan joyda ozor topsa, o'rin topmasa, bechora ota qiynaladi.